Bugun biz sizlarga piyoz ekinini zararkunanda va kasalliklarni to'g'ri bir-biridan farqlash va unga to'g'ri qarshi kurash bo'yicha qisqacha tavsiyalarni berib bormoqchimiz. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek, mana piyozimiz ildiz qismi chirigan va tepalari sarg'ayib, so'lish holatiga kelib qolgan. Ko'pchilik dehqonlarimiz buni fuzarioz yoki ildiz chirish kasalliklari bilan adashtirib, o'sha zamburug'li kasalliklarga qarshi preparatlarni sepaverishadi, lekin bunda samarasi past bo'ladi yoki umuman samarasiz holatlar bo'ladi. Buni asosiy sababi yuqorida ko'rganingizdek, bunda piyoz ildiz kanasi mavjudligi. Bu yerda ildiz kanasi bu polifak zararkunanda hisoblanib, juda ham ko'p ekinlarga zarar yetkazadi. Bunda kartoshka, sabzi, lavlagi, tok va piyoz va shu kabi boshqa sarimsoq piyoz ekinlariga ham juda katta zarar yetkazadi. Bunda yuqorida ko'rganingizdek o'sha chirish kasalliklarini olib keladi va mana shu holatda barglarning sarg'ayishiga alomatlarni keltirib chiqaradi. Bunday holatda ushbu zararkunandalarga qarshi sistemli o'sha akarosidlardan foydalanish juda yaxshi samara beradi. Ushbu kanallarga qarshi bizda Vertimek preparatini tavsiya qilamiz. Bu va shu kabi bir qancha kanallarga qarshi bo'lgan preparatlarni Bog'bon agromarketidan topishingiz mumkin. Agar siz o'sha ekin maydoningizdan namunalarni olib kelsangiz, biz laboratoriya tahlillarini o'tkazib, sizga to'g'ri va aniq javoblarni beramiz.